Assalomu alaykum. Avtositi obunachilari. Bugun navbatdagi mashinamiz bo'lsa Spark bo'ladi. Qo'llari toza. Ishlarni ko'rsatamadim. 122 ming kilometr yurib turibdi. Hali yurgan, tekshirib olaversa, hozir ishonchli mashina. Motor taraflarini ko'rsataman. Obshipkalarimiz zo'r. Hozir ko'rinishlari. Ilk 2019 ishlab chiqarilgan bu mashinamiz. Mana motor tarafi. Metani var. Barter avtokredit azroq yedar etmasa qarashib olib turadi. Xudo bemalol chiqarsa 95 ming aytib turibdi mashinaga. Kelib so'rayib berib beradi.